Assalomu alaykum. Bugun 4-darsimiz "Ovda 있어요". Qayerda bor, qayerda joylashgan degan darsimiz. Lug'atlarni tashlab qo'yamiz. Xudo xohlasa yodlab bo'lib, keyin darslikni ko'rsangiz, judayam yaxshi tushunadigan bo'lasiz darsni. Birinchi grammatikamiz yogiga va ot plus yeyo yeyo. Yeyo nima edi? Otni hozirgi zamon norasmiy ma'noda tugallanishi. Yogiga nima? Yogiga bu yer degani va yeyo bu otni xo'p hozirgi zamon norasmiy ma'noda tugallanishi. Demak, bu yer deyaptimi? Undan keyin joy nomi kelishi kerak bo'ladi. Juda ham oson. Yogiga bu yer qaysidir joyda aytasiz, ketaverasiz. Bu yer maktab. Yeyo nima deydi? Undoshga yeyo unliga. Yogiga bu yer insadon. Yeyo insadon bu joy nomi. Bu yer insadonmi? De yogiga insadon yeyo. Ha, bu yer insadon deyapti. Ko'ryapsiz? Bu yer degandan keyin joy nomi kelyapti qanaqadir. Yogiga odi yeyo. Bu yer qayer? Xo'p, Seul Tao yeyo. Seul minorasi. Xo'p. Yogiga Myeongdong eyo. Bu yer Myeongdong debdi. Yer va o'sha yerni nomi kelyapti. Juda ham oddiy. Yogiga bu yer deysizda qaysidir xo'p joyni nomini yozasizda, unli bo'lsa yeyo, undosh bo'lsa iyeyo qo'yib ketasiz. Yogiga odiyeyo. Bu yer qayer? Myeongdong yeyo. Myeongdong. Yogiga Myeongdong yeyo. Bu yer Myeongdongmi? De Myeongdong yeyo. Ha, Myeongdong deyapti. Tushunarli? Juda ham oson bo'lganligi uchun endi keyingi grammatikamiz. Issoyo, opsoyo. Issoyo nima edi o'zi? Bor degani. Opsoyochi? Yo'q degani, to'g'rimi? Bo'lsa-chi? Da degan qo'shimcha. Da bor, da yo'q degan qo'shimchamiz. Men hozir hop otga qo'shiladi. Issoyo. 있어요. 있어요. 없어요. tarjimasi da bor, da yo'q. Da bor, da yo'q degan tarjimani beradi. Xo'p, iga issoyo degan grammatikamiz bor, to'g'rimi? Iga issoyo. U qanaqa grammatika? Iga issoyo nimadir sizda mavjud yoki mavjud emasmi? Pulim bor, pulim yo'q. To'g'ri? Mavjud emas. Lekin issoyo, opsoyo grammatikamiz qayerdadir nimadir mavjud yoki mavjud emasligini aytmoqchi bo'lganimizda ishlatiladi. Bu ham xuddi shunday, savolda ham, javobda ham bir xil ishlatsak bo'ladi. Xo'p. Xo'p, ta bor deganimiz. Ija. Yo'q. Ija. Nima edi? Suv. Vi. Ustida. Ija viye chegi 있어요. Suv ustida kitob bor. Ko'ryapmiz? Vi ust degani, da degani. Suv ustida kitob bor. Ni yonida ham yozilsa bo'ladi va bunaqasida oldinroqda ishlatsa ham bo'ladi. Agar opsoyo bo'ladigan bo'lsa, xo'p.
지갑 안에 돈이 없어요. 지갑 nima edi? Hamyon. An ichida. Hamyonim ichida pulim yo'q. Tushunli? Qayerdadir nimadir mavjud yoki mavjud emasligini aytmoqchi bo'lganimizda ishlatamiz. Bu narsani videoni pauza qilib yozib olasizlar. Savol tovuga oddiy issoyu. Savol bashnasi qayerda bor. Ba'zi bir paytlarda biz ham aytamiz, shu. Xo'p, bu yerda tarjimasini aytyapmiz. Savol bashnasi qayerda deyishimiz mumkin. Qayerda bor, qayerda joylashgan ham deyishimiz mumkin, to'g'rimi? Xuddi shunday maktab qayerda yoki qayerda bor degan narsa bu yoqda unchalik tushmayapti. Bor qo'shimchasini tushirib qoldirishingiz mumkin. Oddiygina aytganimda. Xo'p, namsani isoyo. Namsanda bor. O'sha yerda mavjud degan tarjimani beryapti bu yoqda. Aytganimdek, bor qo'shimchasini ba'zida tushirib qoldirishingiz mumkin. Faqat o'zbek tilida tarjimasi. Namsanda bor. Keyingisi Chunguk Tesagwani ode isoyo. Xitoy elchixonasi qayerda bor. Myeongdongga isoyo. Myeongdongda bor. Sebini Kyoshire isoyo. Seun sinfxonada bormi? Anyo Kyoshire opsoyo. Yo'q. Sinfxonada yo'q. Ko'rsa, qayerdadir nimadir yoki kimdir yo'qligini, o'sha kimdir yoki ot yoki emas, aniq ot bo'lishi kerak. Xo'p, yogini namsaneyo. Bu yer namsaninin savol tavugi isoyo. Namsanda savol bashnasi bor. Bu grammatika tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Agar savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada keyinroq yozib qoldirasizlar. Xo'p, mana shu kitobda mana shu xo'p, mikrofonchiga e'tibor berasizlar. Bu nima? Bu xo'p, o'qishni, talaffuzni bu yerda tushuntiradi. Ko'ryapsizlar, agar sizlar pastda s turibdi-ku, chat-chip qilamiz, siz bu уже talaffuz buzildi, parim buzildi degani chat-chip bo'ladi. Nimaga? S harfi, T harfi, Ch harflar parchimda keladigan bo'lsa, undan keyin undosh keladigan yoki undan keyin so'z kelmaydigan bo'lsa, ular T degan talaffuzni beradi. Xo'p, Yujin bilan Chongni suhbat ekan. Yogiga Myeongdongyeyo. Bu yer Myeongdongmi? De Myeongdongyeyo. Ha? Mana Myeongdong ko'rdimi? Yogiga Insadongyeyo. Bu yer Insadongmi? De Insadongyeyo. Ha, Insadong. Insadong ezo mu hayo. Insadongda nima qiladi? Charilmashayo. Insadongning chibi soyo. Choy ichadi. Insadongda choyxona bor. Cha choy, chip uy, choy uyi. Bizdagi o'zbekchada anaqa choyxona. Ommabop gapimiz choyxona. Keyingisi kayo, vayo grammatikasi. Kayo ga bormoq, vayo ga kelmoq bo'ladi. Kada bormoq, oda kelmoq, to'g'rimi? Xuddi shunday. Bu yoqda ga degan tarjimani beryapti. Bu yoqda bo'lsa, issoyo bilan bo'lsa, da degan tarjimasini beryapti. Bu grammatikasini hali pastroqda yaxshilab o'tamiz. Shuni bilinglar, hozircha ga nisbatan issoyo, opsoyoga nisbatan da degan tarjimani beryapti. Va yo'nalishga nisbatan bormoq, kelmoq, qatnamoq degan xo'p, yo'nalishni bildiradiganlarimizga nisbatan ga degan talaffuzni beryapti. Ga bormoq, ga kelmoq, yo'nalishga nisbatan ishlatiladigan grammatika. Ode kayo, qayerga ketyapsiz? Ucheguga kayo. Pochtaga ketyapman. Akiraning hoysaye kayo. Akira firmaga ketyapti. Stevenning o'nil hakko an vayo. Steven bugun maktabga kelmadi. An grammatikasini tepadagi mavzuda ko'rib chiqqandik. Endi kirimil pogo pogiva kachi agi posayo debdi. Rasmni ko'rib, namuna bilan bir xil gaplashib ko'ring debdi. Birinchisida ko'ryapmiz. Odekayo qayerga ketyapsiz va rasmni qayerda ko'rsatyapti? Oshxonani. Shiktanga kayo, oshxonaga ketyapman. Va bu yerda qornini g'urillatganini ham ko'rsatib qo'yibdi. Ikkinchisi ham xuddi shunday. Bu yoqda endi nima qilamiz? Gap tuzib ko'rishimizga to'g'ri keladi. Ikkinchisi nima deymiz? Odey kayo, qayerga ketyapsiz deb savol beradi. Birinchisida hammasi ayol bir xil gapni aytayotgan bo'lsa, ikkinchisidagi
hop o'zgaryapti. Ish harakati o'zgaryapti. Birinchisi oshxona bo'lsa, ikkinchisi nima qilyapti? Bozor qilgani ketyapti. Shuni nima bo'ladi? Shijanga kayo. Bozorga ketyapman. Keyingisi qayerga ketyapsiz? Bu больницаga ketyapman yoki aptekaga ketyapman deyish kerak. Birinchi lug'at yodlashda keyin buni qilib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi up, tvi, yop. Up oldi, tvi orqa, yop yon. Buni ham tepada lug'atda yodlab olasizda, ishlab ko'rasiz. Bu oldi, orqa, yon. Xo'p, shunday tepa past degan narsalarni qayerda qanday ishlatishni o'rgatish. Lekin shuni bilinglar, koreys tili biz bilan почти bir xil bo'lgani uchun gaplarni har bittasini o'zini joyiga qo'ysangiz to'g'rilanib ketaveradi. Mana uchegu pochta, ode, isoyo, pochta qayerda bor, bir xil ketyapti, ko'ryapsiz? Ining bank up oldi degani isoyoda bor. Bankni oldida bor, bankdan oldida degan tarjimani beribdi. Har bitta shu oldi orqa nimani qo'ymoqchi bo'lsangiz, demak nima ekan? O'z joyida o'zbek tilida qanday fikrlayotgan bo'lsangiz, o'shanday qilib qo'ying. Inshaalloh to'g'ri bo'ladi. Yakkugi ode isoyo. Apteka qayerda bor? Yakkugin Pyongon tue isoyo. Apteka больницani orqasida bor, orqasida deb turib tarjima qilishimiz mumkin. Sebini ode isoyo. Seven qayerda? Steven'in Akira yoqda isoyo. Steven Akirani yonida bor. Tushunarli? Bir xil. Steven Akira yonida, mana bu isoyo bor. Bo'ldi. Keyingisi maragi speakingni Chunlang bilan Stevenni suhbat ekan. Steven shi ode kayo. Steven janoblari qayerga ketyapsiz? Kongange kayo. Chinguga, Hanguga wayo. Aeroportga ketyapman, do'stim Koreyaga kelyapti. Chunlang shin ode kayo. Chunlang janoblari siz qayerga ketyapsiz? Uchegu kayo. Pochtaga ketyapman. Uchegu ode isoyo. Pochta qayerda bor? Hanguk inen arayo. Koreys bankini bilasizmi? Hanguk inen ape isoyo. Koreys banki oldida bor deyapti. Hop, bu yoqda tetkini shu kitob tashlangan, ochasiz, zip deganda trek 46-ni ochib, bu narsani eshitib ko'rasiz. Demak, Akira bilan Nana bo'lar ekan. Bularni qayerga borganini ulashingiz kerak bo'ladi. Bankka borganmi yoki elchixonaga borganmi? Bu narsalarni ko'rib chiqasizlar. Va pastda chagi pyonga o'zini baholash. Bu narsani bilamiz, qovus ichida tushib qolganlarni ishlashimiz kerak bo'ladi. Qaysi birini to'g'ri tushishini yozib chiqasiz. Pauza qilasiz. Bu 3 tani joylashtirib chiqasiz. Agar bo'lsa, kommentariyaga javobini yozib qo'ying yoki lishkaga yozib qo'ying, ko'rib beramiz xudo qolsa. Ikkinchisi kirmen pogo tehvarlar bilan so'ngasayo. O'sha bu 4-5-darsimiz bo'lgani uchun juda ham yaxshi bilasizlar bu joylarga nima qo'yish, to'g'rimi? Xo'p, rasmni ko'rib, shu suhbatni tamomlang deyapti. Kabang odisoy, sumka qayerda bor? Qayerda bor ekan? Shuni yozib chiqamiz. Stol ustida bor. Bularda ham yozib chiqamiz. Javobni xudo xolasa yozib qoldiringlar yoki o'zinglar uchun ishlab ko'ringlar. Yana shu narsani aniq qilay, birorta o'quvchimga aytmaganman. Bo'lmasa ko'chirmachilik qilishardi. Javoblari mana bu yerda pastda kitobni orqacha qilib yozib qo'yilgan bo'ladi. Men o'zim o'quvchilarimga bu narsani aytmayman. Tayyor ko'chirib yozib qo'ymasliklari uchun, o'zlari ishlashi uchun. Yana bilmayman, agar o'zlari ahamiyat bermagan bo'lsa, men bu narsani aytmaganman. Shunday. Mana bu yerda kitobni PDFni ochib, yaqinlashtirib ko'rsanglar, mana shu yerda javoblari bor. Buni ko'rmasdan oldin mana buni ishlab ko'ringlar-da, keyin javobini bu yoqdan ko'rib olinglar. Darsimiz shu yergachamidi. Sog' salomat bo'linglar.